Madinada yashash, Madinada o'qish haqida yuzlab savollar kelib tushdi. Bu savollarga birma-bir qisma-qism javob beraman. Avval Madinaga qanday kelganim haqida. 2020-yil Farg'ona davlat universitetini bitirgach, maktabda o'qituvchilik qila boshladim. Lekin qalbim xotirjammas edi. Dunyo kezgim, ilm olgim kelardi. Madinada universitet borligini eshitgach, barcha hujjatlarimni arab tiliga tarjima qildirib, onlayn hujjat topshirdim. Afsuski, birinchi yil bo'lgani uchun qabul bo'lmadim. Hujjatimdagi kamchiliklarni bartaraf etib, qaytadan hujjat topshirdim. 2022-yil may oyi. Pochtamga xabar keldi. Tabriklaymiz, sizni hujjatingiz muvaffaqiyatli qabul bo'ldi. Bu universitetga kirish uchun meni bilganim, talab qilingan hujjatlarni arab tilida onlayn yuklaysiz va tinimsiz Allohga duo qilasiz. Agar bu yerda o'qishingizda yaxshilik bo'lsa, albatta Alloh sizni bu yerga keltiradi.